Original jihozlar bilan eda, bilapan qanchaga ustanuvka qilishni bilarmidingiz? Keling sizlar bilan hozir buni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan jihozlar 100% original bo'lib, ularda ishlashini, narxini qisqacha tanishtirib o'taman. Agar sizda Cobalt, Nexus, Gentle mashinasi bo'ladigan bo'lsa, GoFast 200 Porsche miyasini maslahat beraman. Sizning mashinangizni idealni yurishga yordam beradi. Yoki-da sizda Tracker, Onyx, Moza mashinasi bo'ladigan bo'lsa, sizda GoFast 200 OBD funksional miyani tavsiya qilaman. Ushbu detektorimiz ADAX original detektor bo'ladi. 150 ot kuchigacha yetkazib beradi. Injektorimizga keladigan bo'lsak, ADAX original injektor bo'ladi. 150 ot kuchigacha bemalol yetkazib beradi. Ushbu detektorimiz propanni original Nordic detektori bo'ladi. 250 ot kuchigacha bemalol yetkazib beradi. Endi narxini tanishtirib o'taman. Cobalt, Nexus, Gentle mashinalariga horizontalik metan ustanovkani 4,3 so'mga original jihozlar bilan ustanovka qilib beramiz. Xuddi shunday zapchastlar bilan propanga keladigan bo'lsak, qadetalik tabletka balonni 3 million so'mga original jihozlar bilan ustanovka qilib beramiz. Tracker, Onyx, Moza mashinalariga xuddi shunday original zapchastlarni 3,5 million so'mga qadetalik tabletka balonni ustanovka qilib beramiz. Sizga ham shunday original jihozlar bilan metan propan ustanovka kerakmi? Hozirda o'zimizga bog'laning, batafsil ma'lumot berib o'tamiz.